любой erkak xiyonat qiladi. Men bezor bo'lganman. Tushundingmi? Va qizlar, sizlarga nima? O'zingcha aqlli qilasan. Любой erkak deb katta gapirma Rayhon. Sani ering boshqasiga alishgan bo'lsa sani ayb o'zingda. Eringni bir tiyinga ilmagansan. Keyin sendan ajrashib qutulgan. Masalan, meni erim boshqasiga qayrilib ham qaramaydi. Chunki mendan ajrashib, senga o'xshaganiga duch kelmasligi uchun. Eringga shunchalik ishonasanmi? Ha? Kelindi garov o'ynaymiz. Bir oyda eringni o'rab beraman. Senga xiyonat qiladi. Tushundingmi? Garovga katta pul tikaman. O'ynaysanmi? Qo'rqyapsanmi? Bir sekundda eringga ishonmay qoldingmi? Agar garov o'ynasang, $2000 tikaman. Abor mana, $3000. O'ynaysanmi? Yutqizdimni hisoblayver. Chunki men erimga ishonaman. U hech qachon oilasiga xiyonat qilmaydi.